Bugun siz kitobxonga o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Pirimqul Qodirovning Avlodlar dovoni asarini o'qib chiqishni tavsiya qilmoqchimiz. Bu mashhur asar tarixiy voqealar va inson taqdirlari uzviy bog'langan hamda roman markazida buyuk sarkarda va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti turadi. Asar Boburning yoshligidan boshlanadi. U hali o'smir paytida taxtga o'tiradi, ammo hokimiyat unga tinchlik olib kelmaydi. Atrofdagi xiyonatlar, ichki nizolar, dushmanlar bosimi yosh hukmdorni og'ir sinovlarga duchor qiladi. Farg'ona taxti uchun kurash, Samarqandni egallash orzusi va uni saqlab qolish yo'lidagi janglar voqealarning asosini tashkil etadi. Romanda Boburning nafaqat sarkarda, balki nozik qalb egasi ekanini ham ochib beriladi. U she'r yozadi, tabiatni sevadi, do'stlikni qadrlaydi, ammo taqdir uni doimiy kurashga majbur qiladi. Vatandan ayrilish, yaqin insonlardan judo bo'lish azobi uning qalbida chuqur iz qoldiradi. Asarda avlodlar davomiyligi g'oyasi alohida o'rin egallaydi. Har bir avlod o'zidan keyingisiga nafaqat hokimiyat yoki mulk, balki orzu, mas'uliyat va tarixiy yukni ham qoldiradi. Boburning orzusi kuchli va adolatli davlat barpo etish. Bu yo'lda u katta yo'qotishlarga uchraydi, ammo irodasini yo'qotmaydi. Voqealar Hindiston sari yo'l olgan Bobur hayoti bilan davom etadi. U yerda yangi saltanatga asos solinadi. Bu keyinchalik buyuk Boburiylar davlati sifatida tarixda qoladi. Ammo bu g'alaba osonlikcha qo'lga kiritilmaydi. Har bir muvaffaqiyat ortida kurash va sabr borligi asarda ta'sirchan tasvirlangan. Avlodlar davoni bu tarixiy roman bo'lishi bilan birga inson matonati, or-nomus va vatan tuyg'usi haqidagi asardir. Unda har bir sinov dovon, har bir dovon esa saboqdir. Bu asar o'quvchini o'tmishga qaytaradi, buyuk ajdodlar hayoti bilan yuzlashtiradi va har bir avlod o'z mas'uliyatini anglashga undaydi. Siz albatta bu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz.